do'stlar, bizda navbatdagi jang. 60 kg вазон toifasi. Весовая категория 60 кг. Официальное представление бойцов. Первое Сиугал Копурчак. Бойцу 40 лет. Его размер 65 сантиметров, вес 60 кг ровно. Он мастер спорта по ЖПЖ, кандидат мастера спорта по ММА, представляющий Торто Тим Алматы қаласы, Казахстан. Причем Жугер Утемиса. Demak, 60 kg vazn toifasi ko'k burchakda Qozog'iston vakili Bekjon Utemisov. Ее прекрасный угол. Бойцу 26. Его рост метр 70 сантиметров, вес 60 кг ровно. Он кандидат мастера спорта по ММА, мастер спорта по боксу, представляющий Пхукет Файт Клаб Панджикет, Таджикистан. Снайпер Анис Yakupov. Demak, qizil burchakda Tojikiston vakili Anis Yakupov do'stlar tanishtirib o'tildi. Tojikiston. Jang referisi Davud Mirsaliyev, Tojikiston. 26 yoshda tojikistonlik jangchi. Demak, birinchi raundga start berilmoqda. Middle kick bilan boshladi. Yakubov low darhol oldinga boryapti. Tojikiston vakili. Oh, round kick. Zarba, mana bu yerda tizza zarbasi qabul qilib olyapti. Juda kuchli zarba. Zarbalar ketma-ketligi. Lekin o'zida, Utemisov o'zida yo'qotib qo'yganing o'zini. Yana bir tizza zarbasi. Navbatdagisi. High kick. Kick, jarohat ham paydo bo'ldi menimcha. Qozog'istonlik jangchida. Takedownga harakat. Bermayapti. Yakubov va aksincha o'zi jangni parterga ko'chirishni uddaladi. Bo'g'ib qo'yishga harakat qilib ko'radi. Mana bu yerda o'xshaydimi? Lekin adashmasam burnidan qon oqayotgandi. Nafas olish qiyinlashishi ham mumkin. Juda qulay vaziyat, lekin qo'llarini o'tkazib oldi. Faqat bir masala bor, hali endi jang endi boshlandi. Hali hammada o'pka yaxshi. Yo'q, bermadi. Do'stlar, mana shu jangdan keyin yana bir jang bo'lib o'tadi. Ana o'sha jangdan so'ng asosiy kartga o'tamiz. Tirsak zarbasi Yakubov o'tkaza oldi. Yuqorida ham aytib o'tdim, Tojikistonda havaskor MMA juda yaxshi rivojlangan, jahonning yetakchilari qatorida e'tirof etiladi. Jarohat jiddiylashyapti. Va professional yo'nalishda ham ko'rdik. O'zingiz guvohiga aylandingiz. Bir nechta tojikistonlik jangchilar faoliyat yurityapti. Yana bir o'ng qo'l zarbasi. Ham kuchli zarbani o'tkazib yuboryapti Utemisov va menimcha referi aralashadimi? Hozircha yo'q. Hozircha himoyalanyapti. Biroz aktivlik bor, lekin aralashadi. Baribir aralashadi. Passiv himoya baribir o'z so'zini aytadi. Bu yerda yosh ham menimcha o'z so'zini aytdi. 26 yosh, albatta endi yonib borayotgan jangchi. Bunga qarshi esa 40 yoshlik jangchi edi. Ya'ni Utemisov Bekjon 40 yoshda edi. Endi albatta bunaqa yengil vazn toifalarida yosh baribir o'z ta'sirini ko'rsatadi. Agar og'ir vazn toifasi bo'lsa, nisbatan o'sha sekinroq yo'sinda kechadi janglar. Yengil vazn toifasida esa baribir tezlik birinchi o'rinda. Shuning uchun aytib o'tganingizdek yosh o'z ta'sirini o'tkazib. Umuman jang qozog'istonlik jangchi uchun havas qilgudek boshlanmadi, chunki boshlanishi bilanoq tizza zarbasini o'tkazib yubordi. Aynan o'sha jarohat yuzaga keldi bundan keyin. Sog'liq tilaymiz albatta. Avvalambor sog'liq tilaymiz. Demak do'stlar, biz asta-sekin asosiy kartga yaqinlashib boryapmiz. Bizni oldinda juda ham qiziqarli janglar kutib turibdi do'stlar.
В данном поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Банджикет, Таджикистан, Anis Yakubov. Anis Yakubov shu tariqa rekordiga yana bitta g'alabani qo'shib qo'ydi va ko'rsatkich 10-1 ko'rinish oldi. Daniel Garadeni ham ko'ryapmiz uning burchagida. Yana bir jang bor. Undan so'ng esa asosiy kar janglari boshlanadi. Yondiradigan janglar. Ekrandan uzoqlashmaymiz. Tez orada eng qiziqlari boshlanadi.